أتمم لنا نورنا فاغفir lana zunubana innaka ala kulli shay'in qodir. Albatta Alloh taolo har bir narsaga qodir. Kechiktirgan bo'lsa bir hikmati bor inshaalloh. Aytamiz ya Robbi, seni ulug' dargohingda turibmiz. Yaxshi joylarda turibmiz, duolar ijobat bo'ladigan joylar. Hammamiz o'zi sendan so'rayapmiz, albatta eshituvchi, bilguvchi zotsan. Yana biz qo'shimcha qilib bularga aytyapmiz, Robbim, bular umid qilyapti. Tez ularga farzand ne'matini shoshiltirib bergin. Shunday farzand bergin, ummatga, vatanga bir foydasi tegadigan bo'lsa. O'zingning mehroblaringda obod qiladigan va qoriya bo'ladiganlardan bergin Parvardigor. Har birlarimizni tavfiqimizni ziyoda qilgin. Bu yerda turgan barcha hoji opalarimiz, hoji akalarimizni hammalarini sendan so'rovlari bor. Istaklari bor. Eng a'losini, eng yaxshisini bergin Parvardigor. Hammalarimizni mana bu yerlarda duosi ijobat bo'ladigan joylarda duolarimizni ijobat qilib vatanga qaytishligimizni nasib aylagin. Robbim, vatanga qaytib borganda Allohim o'zingga shukrlar bo'lsin, duomizni ijobat qilding deb turib yana xursand bo'lib o'zingga duolar qilish baxtiga muyassar musharraf aylagin Parvardigor. Har birlarimizni tavfiqda qilgin, hidoyatda qilgin. Robbim, mana bu xizmatlarimizni evasida o'zingga ko'p aytamiz, birgina tilagimiz bor. Bu hojilarimiz bilan bizlarni jannatda ham jamlagin Parvardigor. Har birlarimiz u yerlarda ham bir-birlarimizni ko'rib xursand bo'lib, janobi Rasululloh bilan bir safda bo'lib jannatlarga kirish ham hammamizga nasib bo'lsin. Amin. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohim.